$142,000 bo'lamiz 8 sotuga. $17,750 tushyapti o'rtoqlar 1 sotig'i. Mana shu joyimizda, mana shu devordan boshlanadi, u oxirigacha 27 metr. Bunaqasi uzunligiga 30 metr plus undan tashqari yana 6 sotuv joy zaxvati ham bor ekan. Bu bonusiga o'rtoqlar, u hisobga kirmaydi. Mana yo'limizda 30-40 metr naryoqda o'rtoqlar. Orientirimiz 39-banitsa, Sergeli Xonobodda joylashgan. Shahar ichida bunaqa narx menimcha yo'q. Kecha 18 mingdan qo'ydim. O'shani eng arzon deb o'ylasam, undan ham arzoni bor ekan. Mana hovlisini bitta ko'rsataman. To'rt burchak quruvchilar uchun ham juda zo'r variant. Kotej qursa bo'ladi, nechtadir. Yoki katta bitta uchastka qilib maza qilib yashasa bo'ladi. Mana endi zaxvatini hozir sizlarga ko'rsataman. Hozir mana shu teplitsa tugashi bilan u yog'i zaxvat ekan o'rtoqlar. Men joylarni ko'rsatib qo'ying. Mana shu joydan bu yog'i o'sha oxiri yana ozgina bu yoqqa kiriladi, 6 sotuv joy ekan. Bo'tga nalog to'lashadi, mana shu uyga qarashli. Buni keyinchalik o'tkazib olsa ham bo'ladi. Men bilan qo'shnilar endi. Bu yer ularga kerak emas. Mana o'rtoqlar, xullas va shu zo'r variant. Bularga hozir pul juda zarur bo'lgani uchun mana shunaqa arzonga berib yuborishmoqchi. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlari videoning tagida bo'ladi. 1 sotig'i 17,750 dan to'g'ri kelyapti. Umumiy 8 sotuv $142,000 bo'lsa berib olamiz deyishyapti. Telefon qilinglar.